Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizdan qarshi olamiz. Kişilik ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ھىندونېزىيەدىن 4 نەپەر ئۇيغۇرنىڭ aqivitigə ېنىق چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلدى. ئاقساراي ئەمەلدارى خىتاي خەلقىنى o'z ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان siyosatini تەكشۈرۈشكە چاقىردى. Chet'el şirketleri kişilik ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى سەۋەبلىك Sherqiy Türkistandan ayrılışqa məcbur bo'lmoqda. İmran Xan Xitayning iqtisod koridoridan Pokiston va Afg'onistonning naf olalaydiganligini bildirdi. Tövədə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xəbərdə İndoneziya hökuməti 2015 yılı qamoqqa hukm qilinib, yaqında qo'yib berilgan 4 nafar Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilganligi haqidagi ziddiyatli xabarlarning rost yolg'onligiga tushuncha berishdan davomli o'zini qochirmoqda. Bu Uyg'urlarning aqibati haqidagi ziddiyatli uchurlar va Indoneziya doiralarining bu uchurlarga tushuncha berishni rad qilishi Uyg'ur tashkilotlarini va xalqaro kishilik huquq organlarini arsidalchilik qilib qo'ydi. Indoneziyaning Washingtonda turishli elchixonasining axborot amaldori bu vaqtdagi xabarlarning rost yolg'onligini e'tirof qilish yoki inkor qilishni rad qildi. Elchixonaning ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir axborot amaldori 27 oktyabr kuni Erkin Asiya radiosi muxbirining bu vaqtdagi telefon ziyoratini qabul qilib, "Men bu ishni dalillayolmayman" degan. Indoneziya hukumatining 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligi haqidagi xabarlar Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Indoneziyaning ziyorat qiladigan mazgilda tarqalgan. Mike Pompeo har qaysi davlatlarning izchil Xitoy hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish talaplarini rad qilishga, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish harakatining terrorlik masalasi emasligini ta'kidlab, barliq davlatlarni Xitoyning Uyg'urlarni qaytarib berish talablariga qarshi turishga chaqirgan. Jakarta yer shar gazetining xabar qilishicha, Mike Pompeo ziyoratida Indoneziyadagi eng chong musulmon tashkiloti Nahdatul Ulamoning yoshlar ittifoqi bo'lgan Ansar yoshlar harakati bilan suhbatda bo'lganligi. Erkin Asiya radiosi Amerika tashqi ishlar ministrligiga xat yozib, Pompeoning ziyoratida Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish masalasini kun tartibga qo'ydigan qo'ymaydiganligini so'ragan bo'lsa-mu, lekin hozir qadar javob kelmaganligi. Ammo Indoneziyaning Washingtondagi elchixonasining axborot amaldori Amerikaning har qaysi davlatlarni Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka izchil chaqirib kelganligi. Agar Pompeo favqulodda bu masalani o'tirib qo'yib qolsa, Indoneziyaning inkosi qanday bo'ladi degan savolga uning qanday masalalarni muzokara qilishiga bog'liq ekanligini bildirdi. Indoneziya doiralarining 4 nafar Uyg'urning aqibatiga doir uchurlarning rost yolg'onligiga tushuncha berishni rad qilishi, xalqaro kishilik huquq organlarini va Uyg'ur tashkilotlarini dilg'ul qilib kelmoqda. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Indoneziyadagi ishxonasining tadqiqotchisi Andres Harsona o'tgan hafta kishilik huquq tashkiloti har qanday Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilishiga qarshi ekanligini bildirib, agar ular Xitoyga o'tkazib berilsa, ularning qonunsiz tutqun qilinishidan andish qildiganligini, hatto uningdan og'ir oqibatga qilishi, balki o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin ekanligini ta'kidlagan. Andres Harsonaning ta'kidlashicha, ularning 5 yillik qamoq jazosini tugatgandan keyin Indoneziyada pasport masalasidan boshqa hech qanday qonuniy masala qolmaganligini, chunki ularning Indoneziyaga qonunliq kirish vizasi bo'lmaganlikdan turmadan qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ko'chmanlarni tutib turish markazida tutib turilgan degan. Benar xabarlar to'g'ri o'tgan juma kuni 2015 yili Indoneziya doiralari tomonidan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 4 nafar Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilganligi. Ahmad Mahmud qatorliq bu 4 nafar Uyg'urlarning o'tgan oyda Xitoyga olib ketilganligini xabar qilgan. Benar xabarlarning uchurida bu xabarni Indoneziyadagi terrorlikqa qarshi turish mutaxassislarining oshkorlaganligini bildirgan. Xabarda yana ularning Indoneziyaga saxta pasport bilan kirganligi uchun ayblanib, $6812 jarimani qo'yilganligi. Jarimani pulini Xitoyning Indoneziya turistlik elchixonasi to'lab olib ketganligi ilgari surilgan. Amerika muavin davlat bexatarlik maslahatchisi Matt Pottinger Prezident Trumpning Xitoy siyosatidagi muhim shaxs bo'lib, u 23 oktyabr kuni Angliyadagi siyosat almashtirish nomli aqlli amirining bir yig'inida Xitoyning Uyg'urlar tutgan muomalasini ayblab, Xitoy falsafasi, diniy va axloq qarashlaridan o'z chegarasi ichida yig'ib olish lageri qurishning asosi yo'qligini aytgan. Bu Amerikaning 3 noyabrda o'tkazilgan prezident saylovidan burun Xitoyga qarshi pozitsiyasini texnik kuchaytirishi bo'lib, Trump muhim tashqi siyosat temalarida Xitoyga qattiq pozitsiya tutib kelmoqda. O'tgan hafta Pottingerning xo'jayini Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien Xitoyning Sharqiy Turkistonda musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilikqa yaqin bir harakat qilayotganligini bildirib, Xitoy xalqiga xitoban Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa dinga qaratgan siyosatining haqiqatini tekshirishga chaqirib, Xitoy xalqining o'zlaridan nima uchun ixtisosshunos jurnalning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishini insoniyatga qarshi jinoyat deb ataganligini so'rab beqish kerakligini, xalqaro Xitoyga qarata texnik keskin pozitsiya bildirish kerakligi haqidagi to'nishning kuchayotganligini ta'kidlagan. Amerika hukumati Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga tutgan muomalasini izchil ayblab, mas'uliyati bor deb qaralgan bir qism amaldorlar va organlarga embargo yurgizdi. Lekin hozirgacha Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb atab boqmadi. Bundaq deb atashning ro'shan qonuniy ta'sir bo'ldiganligi
va Xitoyga qarshi texnik kuchli tadbir qo'llanishga asos yaratilganligi o'tirib qo'yilmoqda. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonni Xitoyning eng cho'ng paxta bazasi qilib olishdan boshqa, bu makonni yangi zamondagi qo'llar amgikiga aylantirishi yaqindan buyon kuchli xalqaro tanqidlarga duch kelmoqda. Yaqinda dunyoviy paxta ishlab chiqarish bilan mashg'ul bo'ladigan yaxshiroq paxta qurilish tashkiloti o'zlarining Sharq Turkistondagi barliq faoliyatlarini to'xtatganligini jakarladi. Sharq Turkistonda paxta tijorati bilan shug'ullanadigan shirkat va korxonalarni ayrilishga boshlab, asosiy bank tuvan bilan bo'lgan barliq aloqasini bekor qilgan. Kişilik huquqni kuzatish tashkilotining bildirishicha, Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatga qaratgan kishilik huquq dafsandichilik davomlashayotgan Sharq Turkistonda mavjud bo'layotgan mashg'ulot muhitining borgan sari odamchi deb bo'lmaydigan tus ilishga boshlaganligi, o'tgan yili Sharq Turkistondagi faoliyatlarini qisman amaldan qoldirganligi, amdilikda paxta ishlab chiqarishning passiv ta'sirini azaytish va ma'lum shartlarga asosan paxta guvohnomasi tarqatish uchun qurilgan xalqaro yaxshi paxta tashabbus tashkiloti oldin qapda Sharq Turkistondagi barliq faoliyatlarini to'xtatadiganligini e'lon qilib, Uyg'urlar majburiy emgakka o'xshash eg'ir kishilik huquq dafsandichiligiga uchrayotgan, shundaqla Sharq Turkistonda kunsiri qabul qilinmaydigan xizmat muhitiga aylanganligini, buning o'xshash qarorlarning ilgari mustaqil iqtisodiy taftish shirkatlari va dongliq markalar tarafidan chiqarilganligi, oldinqayda kiyim-kechak shirkati, xalqaro iqtisodiy taftish va guvohnoma qatorliq sohalarda faoliyat qiladigan 5 shirkat va korxonaning majburiy emgakka silinganligi sababidan Sharq Turkistondan paxta ta'minlamaslik qarori chiqarganligi ta'kidlangan. Bayonotga asoslanganda, yaxshi paxta tashabbus tashkiloti Xitoyning atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish punktlari bilan munosabatini o'zgarligi, shirkatlar kishilik huquqi daxli taruz qilgan ta'minlash zanjirini kontrol qilishga va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti savdo va kishilik huquq ko'rsatmasi bo'yicha oldini olish yoki hal qilishga chaqirilganligi. Ammo buning Sharq Turkistonda tijorat qilayotgan shirkatlar uchun kun sari qiyinlashayotganligi ta'kidlangan. Pakistan Bosh ministri İmran Xan Hindistonning Afg'oniston zaminidan foydalanib, davlatini muqimsizlashtirishidan andisha qilganligini bildirdi. Pakistan matbuotlarining xabar qilishicha, Bosh ministr İmran Xan Pakistan Afg'oniston savdo va selinma munbiri yig'inida qilgan so'zida davlatining Afg'onistonning tinchligi va muqimligidagi rolini davomlashtirishga qat'iy irodasini qayta ta'kidlagan. İmran Xan Afg'onistonda hokimiyat beshiga kimning kelishidan qat'iy nazar, Pokistonning munosabatlarni kuchaytirishni qaror qilganligini til qilib, ikki davlat kelgusining ittifoqlikqa, o'zaro savdo va iqtisodiy munosabatning kuchayishiga bog'liq ekanligini aytdi. Afg'oniston va Pokistonning Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoridan naf ola oladiganligini tilga olgan İmran Xan, ikki davlatning savdo sanoat markaziga aylana oladiganligini bildirdi. İmran Xan yana Hindistonning Afg'oniston zaminini ishiltib, Pokistonni muqimsizlashtirishga urinishidan andisha qilganligini tilga oldi va Kashmir masalasi ustida to'xtalib, bu masala Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining qaroriga asosan hal qilinganiga qadar har qaysi rayonlik va xalqaro munbarlarda Pokistonning masalan kun tartibi tutilganligini aytdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.